Hozirgi davr o'zbek milliy adabiyotining ko'zga ko'ringan iste'dodli shoirlaridan biri Muhammad Yusufdir. U 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida oddiy oilada tavallud topdi. U Yusuf ota, Enaxon ayalarining 2 o'g'il, 3 qiz farzandlari ichida erkak dilbandi bo'lib ulg'aygan. Noyob iste'dod sohibi bo'lmish Muhammad Yusuf bolalik chog'larida sho'x yigit bo'lib, ko'p narsalarga qiziqqan. Yuragida muhabbat tomirlarida oqayotgan qonning jo'shqinligi uning she'rlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Muhammad Yusuf bolalikdan ziyrak, juda qiziquvchan bo'lganligi bois ko'p kitoblarni sevib o'qigan va savollarga javob izlagan. Shu bilan birgalikda Muhammad Yusuf ochiq ko'ngil va xayolparast bola bo'lib, she'riyat va adabiyotga mehri juda baland bo'lgan. Bunday mehrni uning qalbida buvijonisi Tursunxon ena uyg'otgan edi. Muhammad Yusuf garchi oddiy dehqon oilasida dunyoga kelgan bo'lsa-da, o'qish va ishlarida katta muvaffaqiyatlarga erishadi. 1973-yili o'rta maktabni a'lo baholarga tugatib, Reshitov nomidagi Rus tili va adabiyot institutiga o'qishga kiradi. 1978-yil hamda 80-yillar oralig'ida harbiy xizmatni o'taydi. Va bu davrlar shoir uchun mashaqqatli va murakkab tajribali davr bo'ladi. Shoir ko'nglida ona vatan tuyg'usi yanada alanglanadi. Shu tariqa shoirning keng qamrovli ijod faoliyati boshlanadi. Muhammad Yusufning qalamiga mansub dastlabki kitob 1985-yil nashrdan chiqqan bo'lib, Tanish teraklar deb nomlanadi. U qisqa muddat ichida samimiy, xalq tilidan so'zlovchi, xalq kuychisi bo'lganligi bois xalq ko'nglidan qisqa fursat ichida joy ola biladi. Uning Iltijo, Bulbulga gapim bor, Uyqudagi qiz, Ko'ngilda bir yor, Ishq kemasi, Halima enam allalari, Yolg'onchi yor, Seni osmonimga olib ketaman, Erkakiyik, O'zingdan qo'ymasin xalqim, Saylanma, Ulug'imsan vatanim kitoblari chop etilib, ommaga taqdim qilingan. Muhammad Yusuf san'atkorlar ahliga ham katta yutuq keltirgan. O'lmas satrlarni bitgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Muhammad Yusuf Respublika kitobxonlar jamiyatida muharrir, Toshkent oqshomi gazetasida muxbir, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida muharrir, Respublika axborot agentligi bosh muharrir o'rinbosari, Vatan tahririyatida maxsus muxbir, Tafakkur jurnalida bo'lim boshlig'i, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi. 1997-yildan umrining oxirgi kunlariga qadar mazkur uyushma raisining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosarlari lavozimida ishlagan. Muhammad Yusuf xalqimizga qilgan fidoyi xizmatlari uchun 1996-yili Do'stlik ordeni, 1998-yilda O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvonlariga sazovor bo'lgan. Xalq shoiri Muhammad Yusuf 2001-yil 30-iyulda dunyodan ko'z yumdi. Garchi u vafot etgan bo'lsa-da, lekin u odamlar yuragida mangu yashaydi.